Yurtimiz bo'ylab o'tkazilayotgan kelajak yulduzlari tanlovi yoshlar uchun imkon va ishonch maydoniga aylanmoqda. Navbatdagi lavhamizda mazkur loyihaning bu yilgi jarayonlari haqida va unda porlayotgan yangi yulduzlar xususida so'z boradi. Yosh avlod iqtidorini yuzaga chiqarishga xizmat qilayotgan kelajak yulduzlari xalqaro tanlovi yana bir bor o'zining san'atga boy ruhini namoyon etdi. Bu galgi bellashuvga mezbonlik qilish sharafi Namangan viloyatiga nasib etdi. Madaniyat markazida 2 kun davom etgan tanlovda respublikaning barcha hududlaridan kelgan iqtidorli o'g'il-qizlar o'z mahoratini namoyon etdilar. Tanlov doirasida har bir ishtirokchining tayyorgarligi, ijro mahorati alohida baholandi. Tanlovda qiyinchilik bo'ldi. Ijrochilarimiz, yigit-qizlarimiz katta sahnalarda o'zini ko'rsatishda mahoratini ko'rsata bilganlar bor. Ozgina hayajon qilinganlar bor. Bu yerda bir qiyinlik bo'ldi. Ularga baho berish, diplom berish, musiqa, san'at yo'nalishida ko'pgina iqtidorlarni ko'tarishda bizning vazifamiz bo'ldi. Ularni qo'llab-quvvatladik. Ijodiy bellashuvlar musiqaga mehr qo'ygan yoshlar uchun katta sahnaga yo'l ochib beruvchi maydonga aylandi. Yosh ishtirokchilar fortepiano, tasviriy san'at, an'anaviy, damli va zarbli, xalq cholg'ulari, akademik va estrada xonandaligi, xoreografiya yo'nalishlarida o'zlarini sinab ko'rdilar. Biz bu ko'rik tanlovda Grand Prix sovrinini qo'lga kiritdik, xalq cholg'u sozlari yo'nalishi bo'yicha. Mana shunda yurtimizda ko'rik tanlovlar yanada ko'payishini xohlardim, chunki yosh iste'dodlarni yanada o'zining iste'dodlarini namoyon qilish uchun juda ham yaxshi imkoniyat bo'lmoqda. Yakuniy bosqichda hakamlar hay'ati tomonidan eng yaxshi ijrochilar aniqlanib, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. G'oliblar orasida o'ziga xos ovoz va sahna mahoratiga ega bo'lganlar Grand Prix sohibi bo'ldilar. Tadbir doirasida tashkil etilgan konsert dasturi tomoshabinlarga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Kelajak yulduzlari bu san'at sari ilk dadil qadam, qalbdagi ishonch va mehnat samarasining nishonidir va eng muhimi bu sahnada bolalik orzulari ijobat bo'lmoqda.